Faberlikda pulim bilan muvaffaqiyatga erishaman deganlar yanglishadi. Bu biznesda qat'iylik, tavakkalchilik va harakat. Mana shu 3 ta narsa bilan ko'tariladi. Misol uchun to'g'ri bir xil aytadi, "Meni pulim yo'q, men faberlik qilmayman, qila olmayman" deydi. Lekin pulsiz kelib 100% predoplata bilan qizlarimiz juda katta oyliklarga erishib o'tirgan qizlarimiz bor. 20 ga kirganmiz, 30 ga kirganmiz, 40 ga kirganmisiz, yana shu qolgan hayotingizni ham xuddi shunaqa o'tkazib yuborishga tayyormisiz yoki hayotingizda qanaqadir o'zgarishlar bo'lishini xohlaysizmi? O'zgarishlar nimada bo'ladi? Bir xillarda aytishadi, to'g'ri. Pulni baxtga taqqoslamanglar deb. Lekin qanaqadir paytlarda baribir pul baxt olib keladi deydi. Qanaqadir ishlarimiz tez hal bo'ladi. Pul bu kuch, men shunaqa deb hisoblayman. Lekin agar Faberlik kompaniyasiga pulim yo'q, o'shaning uchun ishlamayman degan qizlarimiz yanglishadi. Aslida ular mehnatdan, tavakkalchilikdan qo'rqqan qizlarning bahonasi shu narsa bo'ladi. Aslida faberlikka pul kerak emas. Chunki faberlikni to'g'ri tushunib ishlashni boshlasa,